Xitoy 5-iyul harpisida Sharq Turkistonda qurolliq manevr o'tkazdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu tajovuzchilar har yili 5-iyulning mushu 5-iyulga yaqinlab qolgan vaqtida hozirgacha 2009dan buyon uning keyingi yillarga qarab boqadigan bo'lsak, ya 15-20 kun qolgan, ya bir oy qolgan degandek vaziyat changishga boshlaydi. Hatto turmadan qo'yib berilganlarni qaytadan tutib ketilib, mushu 5-iyulni bir xotirjam o'tkazib olamiz deb nurg'un tutqun qilindi begunoh insonlar, begunoh yoshlarimiz degandek. Buni xalqimiz yillardan buyon yashab kelyapti va har xil faoliyatlar, har xil manevr, har xil soqchilarni, itlarni ko'ch-ko'chlarda har xil ovozlarni chiqarib, xalqning qalbiga qo'rqinch selib, o'zicha hayvi ko'rsatgan bo'ldi hamda. Bu yillardan buyon davom qilayotgan bir Xitoyning nomussizligi, ham to'g'ri yurakligi Xitoyningki, shuncha vala qamal, shuncha vala zulm ostida yana xuddi tuyuqsizlam Xitoyni o'rib tashlab darhol vayron bo'lgandek bir vaziyatda qo'rqib turdi Xitoylar. 3-iyul, dal 5-iyulga 2 kun qolgan vaqtida Sharq Turkistonda Tangritog'dagi O'tkir Shamshar 2026 nomli qurolliq manevr o'tkazgan Xitoylar. Şu ko'rinishga qarab boqaylik. Bu kimga qilyapsa bu nimasanga? Yani buningdan tushunib olsa qoldi dushmanimizningki qanchalik titrab turayotganligini, bu vatanni yani her zaman qo'ldan berish ehtimolligi bo'lganligi uchun Xitoylarniki shunday qo'rqib, har xil vatanimizning har qaysi joylarida, hatto shunchalik qo'rqqanki, eng Uyg'urlarga bo'lgan kuchli kerak bo'lgan birli vaqtida vatanimizning Sharq Turkistonning 4 cho'ng shaharida o'tkazgan gapda hamda. Buni o'tkazib, hayvi ko'rsatyapti xalqqa. Men shunday deb. Ish qaysan kallani ko'tarsam, mana shunday ham joylarimiz bizsini shunday biz kuchli bo'lib ketdik deb. Ham dunyoga popoza qilib o'zining qanchalik kuchli bo'lib ketganligini ko'rsatyapti o'zicha. Aminatda bu bir to'g'ri yuraklik, pichiqig'imi zanjir selib, bechora xalqningki ko'chada tavus sotadigan odamning pichiqiga zanjir savagan to'g'ri yurak Xitoylar buncha vala qurollarni ko'rsatib hayvi qilgan kansan, hayvi qilishga shuni har zaman davomli qilib tursa buni. Nimish qo'rqsa uningki kichkina bir pichiqidan tavus pichirgan. Oshpaz Navoiyning pichiqidan nimish qo'rqsa? Chunki yuriking shu darajada qurollaring shunchalik bo'lsa-mu, ammo yuriking o qadar to'g'ri yurakka xalqning shunchalik pichiqig'imi zanjir soladaysan yani. Bu sening amaliyotdagi ahvoling yani. Nuqtaliq 4 shaharda o'tkazishimi bu manevrni nihoyat diqqat qo'zg'agan masalalarning biri. Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining bu vaqtdagi xabarda Xitoy rejimi, Xitoy Kompartiyasi komiteti, Xitoy armiyasi, soqchi qismlari va diviziya birlikda atalmış terrorlikqa qarshi turish, terrorlikning oldini olish nomida qurolliq manevr o'tkazdi hamda. Qarab qo'ying. Buni o'qisa xuddi har kuni bizning vatan Afg'onistondagi yoki shu kunda urush bo'layotgan rayonlardagi Ukraina, Rossiya o'rtasida urush bo'layotgan har oyda 20-30 ming odam o'lyapti askarlar. Yani xuddi Sharq Turkiston ashinamiki deb mahadlarni o'qiganlar o'ylab qoldi hamda. Xitoyning bu qadar titrab ketayotganligiga qarab. Bu qatimgi qurolliq manevr ayrim holda Urumchi, G'ulja, Qashqar, Xotan qatorliq 4 joyda o'tkazilgan. Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlari va qo'rchoq amaldorlar manevrni ko'rishga qatnashgan. Majburiy qatnashtirdi, ko'raman dedi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, manevrda egizlikdagi chegara ig'iz rayoni, shahar ko'chalari qatorliq joylarda tasodifiy yuz bergan voqealarni bartaraf qilish, odamsiz uchqu, dron hujumiga qaytarma zarb berish, chegara sirtidan kirgan ushtumtut hujumiga zarb berish, jamiyat qatlamidagi atalmish zo'ravonlik, terrorlik delolarni bartaraf qilish qatorliq turlar ijro qilingan. Davomli mashq qildigani manevr o'tkazsa, mushu iboralarni ishlatadi. Mushu yaqinqi yillarda ko'p ishlatilgan bo'lib qoldi. Davomli chegara sirtidan tuyuqsiz yuz bergan mushu hujum qilishlarga qanday taqobil turamiz? Vatanimizning har qaysi joylarida ilgirma o'tkazildi. Hatto biz doktor Erkin Akram bilan suhbatni qildik Xitoyning bu qadar bu iboralarni ko'p ishlatishiniki. Chunki yurak pok to'g'ri yurak
buni davamlıq his qıldı da bir gün olmay bir günü bir yerden iş çıqıdığanlığını. Uğru olğandı ekan. Bu yerden ayrılıp qalışını ana şundaq aşında vaqalar bu yerdə çoxum buludu atügün. Dep şununğa qarata məşq qılıb oturdu hamdı. Bu bugün yaqın günlərdə ən köp anlavatımız məsələn, bulubmu Ukrayna Rusiya uruşuda Ukraynanınki muş dron adamsız uçqu bilan şunchalik kuchli Rusiya armiyasini har oyda 20-30 ming askerini vayron qilib o'tdi. Bu dron masalasi eng kun tartibdagi masala. Bumu Xitoyni cho'chitgan masalalarning biri hamdi. Meni armiyam, askarlarim, bu tanklarim qancha cho'ng bo'lsa-mu, bunda bir hujum qilsa, kichikkina bir iqtisod bilan, oz iqtisod bilan nurg'un narsaga ziyon beradiganligini Xitoy ko'rib yetayotg'achqa buni Rossiya bilan Ukraina urushida. Buni ko'p tilga oldigan, buningga qarshimi oldini olish tadbirlarini qilayotganligini ko'rsatadi dunyoga. Atalmış Avtonom Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Chin Shaojang manevrda qilgan so'zda bu yil Xitoy Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi va 15-5 yilning boshlanish yili ekanligini, har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlarning boshdan oxir atalmış terrorlikqa qarshi turish, jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yish, chegarani boshqarish, tizginlashni ching tutish kerakligini ta'kidlab, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomli qattiq ijro qilinadiganligiga ishorat qildi. Chin Shaojang degan Xitoyninki vatanimizdagi birinchi darajalik jonlati. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda ko'p qatim harbiy manevr o'tkazib, chegara mudofaasini kuchaytirishni ta'kidlab kelgan bo'lib, bu qatim manevrning texmo kengaytirilib, Sharq Turkistondagi muhim shaharlarda birli vaqtda o'tkazilishi va alohida vaqtga, ya'ni 3-iyulga 5-iyuldan 2 kun burun bunda o'tkazilishi vaqtda shunday bir vaqtga o'rlashtirilishi albatta dunyoning diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri. So'ng qanchalik qiladi ko'ramiz.